Ovoz nimaning yordamida tarqaladi? Tovush. O'zi tovush, ovoz nimaning yordamida tarqaladi? Havo. Havo, to'g'ri. Yer shakli nimaga o'xshash? Sharga. Shar, to'g'ri. Eng katta qush tuxumi qaysi qushga tegishli? Tuyaqushmi? Tuyaqush, to'g'ri. Qaysi hayvon bir ko'zi bilan uxlay oladi? Ilonmi? Boyqushi. Yo'q. Kalta kesami? Suvda yashaydigan hayvon. Toshbaqam. Baliq. Delfin. So'ra keyin bunga yetyapti-da. Kitob qo'ydi. Qaysi metal magnitga yaxshi tortiladi? Temir. Temir, to'g'ri. Inson tanasida eng tez tuzaladigan a'zo? Jigar. Yo'q. O'pkami? Ichki a'zo emas, eng tez tuzaladigan. Tirnoq. Terimi? Teri, to'g'ri. Yer atmosferasining asosiy qismi qaysi gazdan iborat? Voy. Yo'q. Yadro. Azot, to'g'ri. Ishtirok uchun rahmat.